Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Biz har xil fe'llar o'rganamiz. Qani, let's go. Do'stlar, mana hozir birinchi trenirovkaga kirib olamiz. Do'stlar, bizning birinchi fe'limiz bu fe'lida mashhur bo'lgan raduga. Do'stlar, biza bu fe'l qilishimiz uchun ekranni teppa qismini qilamiz. Do'stlar, bizning ikkinchi fe'limiz Marcelo fe'li. Bu Dilsida ham ancha mashhurlik, katta darajaga yetishgan. Hozir qanday qilinishini ko'rsataman. Do'stlar, mana ekranni qismida ko'rsatib qo'ydim. Ekranni o'shanday qilib pastga bossak fe'l qilinadi. Faqat noto'g'ri bajarmang. Do'stlar, bu bizning fe'limiz yon bu yon oladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ana. Do'stlar, hozir bu fe'limizni ham ekran qismida ko'rsatamiz. Do'stlar, mana hamma fe'limizni o'rganib oldik. Endi bonusiga bitta qaychi tepishni ham o'rgataman. Do'stlar, mana siz bilan bersak, ekranni ustiga 2 martadan bossak, faqat to'p tepadan kelish kerak. Faqat mana bu ikki xil fe'l tepadi. Bittasi X fe'lidan tepadi, bittasi qaychi tepadi. Do'stlar, bonusiga men o'rgatib ketdim. Do'stlar, faqat sizlardan obuna, like kutib qolaman. Hammalaringizga sog'lik, omonlik tilayman. Sog' bo'linglar.